Qorin ochdi. Bitta non kabob yeb borishni joyi lekin. Hozir bitta qorin to'yarmidi? Yur senga bitta joy ko'rsataman. Bitta non kabobga aniq qorning to'yadi. Og'aynimni Big non kabobga olib keldim. Nomdan bilgan bo'lsanglar kerak. Bularda shunaqa katta non kabob tayyorlanadi. Ichiga ham go'sht tayyorlamasdan solishar ekan. Tayyorlanishini ko'rib odam ishtahasi ochilib ketdi. Menyudan ot go'shtli, mol go'shtli va qo'y go'shtli non kaboblarni topa olasizlar. Men o'zimga katta Big non kabobdan oldim. Agar unaqa kattasini yo'mayman desangiz, mini, standart va big variantlari ham bor. Mazasi yaxshi, sochli qilib tayyorlashar ekan. Noni ham quruq bo'lib qolmagan. Kattasiga aniq bitta odam to'yadi. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosib obuna bo'lib qo'ying. Bu joy yaqinda ochilgan deb o'ylamanglar. 2018-yildan beri ishlab kelishayotgan ekan. Narxlarni ham ko'rdinglar, unaqa qimmat emas. Katta Big non kabob atiga 52 ming so'm ekan. O'tirish uchun joylar yetarlicha, bemalol yaqinlar bilan kesinglar bo'ladi. Ish vaqtiga keladigan bo'lsa, 12:00 dan 2:00 gacha ishlashar ekan. Bemalol kelaverasizlar. Manzil Shofayz mosti shundoq yo'l yuzida joylashgan. Aniq lokatsiya Telegram kanalida.